Assalomu alaykum aziz do'stlar, kunlaringiz xayrli va barakatli o'tishini tilagan holda Jetur Buxoro avtosaloni ish faoliyatini boshladi. Azizlar, xo'p, Jetur X70 FL xo'p, premium plus modeli hozirda bizada sotuvda narxda turibdi. Kelib, bemalol rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizlar, birinchi pozitsiyalari bor edi. Endi ko'p kishi bu narsani kutayotgan edi. Mana hozirda ushbu avtomashinani minib ketishingiz mumkin. Xo'p, bu bilan farqi qanaqa desalaringiz, men tushuntirib beraman sizlarga. Bu mashinada masalan 4 ta qizitish sidenalari bor, ya'ni orqa oldin qizitadi. Sidena elektropaket, rul G-class o'zi bu dizayni boshqa xil. Беспроводной zaryadnik qo'shilgan. Xo'p, lobovой oldin podogreflik, polni spiral o'tgan lobovойning ichidan. Xo'p, komfortni bokovoylar qizitadi. Холодильник bor. Xullas full desam, o'sha uchun bijizga full deyishmaydi. 18 mягкий disk bilan keladi. Orqalari ham keng, regirovka sizdeniya. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqalari ham polni boshqarib tursa bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston. Mana orqadan ko'rinishi, difuzorlar o'zgargan. 7 o'rindiq oilaviy crossover. Hammalaringizni azizlar avtosalonimizda kutib qolaman. Tezda shoshilinglar, chegirmalar уже tugashni boshlayapti. Рассрочкаlar ham уже почти X70 dashing tekiga qoldi. O'sha uchun yangi yil oldi skidkalarning bommasini qo'lga kiritinglar. Kuninglar xayrli va barakatli o'tsin.